Hashtag og'riq kuchlimi? Aziz kuzatuvchilar, bugungi patsientimiz 76-yil tug'ilganlar. Lazerni operatsiyamizni boshlaymiz. Og'riqsizlantirib, lazer qanday? Mana shu yerda aziz kuzatuvchilar, biz o'tkir parapraktit, ya'ni o'sha perianal sohada yiringli absses bo'lgan kasallikni lazer yordamida, lazer operatsiyasi yordamida to'liq bartaraf qildik. İkinci günden başlayıp yura başladım. Mana perivaskular yaxshi, og'riqlar yo'q. Og'riqlar. Shuning uchun rahmat sizlarga. Siz oldin o'sha parapraktit bo'lganingizda kestirib qilgansiz-ku, mana shu an'anaviy usulda bajarilgan. O'sha bilan taqqoslaganda farqi qanaqa? Juda ham katta. O'tgan marta o'sha operatsiya bo'lganda men 10 kundan keyin meni karavotdan tushirib yurishga ruxsat berishgan. Har bitta perivaska men uchun ikkinchi operatsiya bo'lgan. Juda ham og'riqli, juda ham og'riqlar. O'sha perivaska bo'lgan va o'sha katta chandiqlar qolib ketgan. Hozir juda ham yaxshi, og'riqlar yo'q. Mesela kechasi bemalol uxladim, hech qanday og'riqsiz. Mana bemalol turib yura olyapman. Shavkat akamga rahmat. Mana yana ham yurishga ruxsat beryapti. Rahmat katta. Sizga kuzatuvchilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga lazer operatsiyalarimizni natijalarini ko'rsatib boramiz.